Sen beni aldapsan. Aldaptım ama. Nim degin bu? Yo'q. Yo'q. To'xtanglar! Badbashir maxluq, men bu yerga tinchlikni niyat qilib keldim. Qo'limdagi bu muhabbat sharbitini podshoyinglar boqib hamsam bo'lmaydi. Ay o'ltirishdan burun. Men faqat 3 odam ep kiraman. Qolganlar mush yerda saqlab turdi. Sandi. Sanmi? Sen mas'ul bo'l. Menma? Sen o'qittirman-ku. Yurakliroq bo'l. To'xta! Endi sana kelmayman. Menmi bilmayman. To'laman aytishmanma. Agar sening o'rningda men bo'lgan bo'lsam, Malika ularni qanday bayron qilganini ko'rib turmagan bo'lardim. Unda qilishingga yo'l qo'ymayman. Hey! Bak, hamoqatganman. Qo'l ishoratimga qarab harakatni boshlanglar. O'qdinglarmi? Qandoq shohlik taqdi bu? Ko'nglim bak ilishib ketdi. Bana nima degini? To'xta. Buni sana beray deb kelgan. Lekin buning uchun Malikani aklama. sening demakchi bo'g'ining bizning Malikimiz. Hay! Roland, sen Ona zani... to'singlar. Oh, sana berdig'ini berdig'i. Singlimni qo'yib etmamsan. Yana uning qo'shunimi bog'i? Shundoq. Meni shuning uchun qal'adan oldab chiqib ketibsan-da. Lekin chiqayli deb sen degansan. Sen degan. Men hamoqatlarchasini ishlab ketibdi. To'xtanglar. Sen ishqinglarning gaplaridan boshqacha meni chiqib turamdi, nima? Bak ko'nglim ilishib ketdi. Bak qiziq, lekin odamning qususiga kerak. Roland, sen bir Qahramon, sizning qutqizdigan qahramon. Uni nima deb chaqirdingiz? Badbashir suvarak debmi? Öyle xabar shuma? Qari, endi chidab turamadim. Berib uni izdimasam bo'lmaydi. Bu yerga qarab tur. Ne kötü. Do'men, siz bu yerdimi? sen